Turk tili milliy sertifikatidagi eng qiyin savollardan biri bu. Aynan mana shunday xaritaga oid savol hisoblanadi. Xo'p, qanday ishlashimiz kerak? Birinchi o'rinda sizga 30 sekund vaqt beriladi va shu 30 sekund davomida shu xaritadagi signal so'zlarni chizib olishingiz kerak. Masalan, birinchi o'rinda ko'l, ana maydon, ya'ni asosiy maydon, fırın bu bor, chiftlik bu bor. Bo'ldi. Boshqa signal so'zi qolmadi. Mana shu signal so'zini yozib oldik va ba'zi o'quvchilar 4 tomonga ufq tomonni yozishadi, siz yozmang, kerakmaydi. Ya'ni ko'lga nisbatan shimoli sharq desa, siz shimol sharqni ko'rishingiz uchun umumiy xaritani ko'rishingiz kerak. Uni ko'raman, topaman deguningizgacha keyingi savolga o'tishim mumkin. Shuning uchun mana bu turgan kompasdan foydalaning. Oddiy. Bir qo'lingiz kompasda, ikkinchi ruchka qo'lingizda. Ko'lni shimol sharqi dedi. Shimol, kuzey, dov. Mana kedini o'rtasi, demak, mana shu joylarni aytayapti. Demak, A bo'lishi mumkin. Misol uchun. Misol A bo'lishi mumkin. Shimoli sharqi mana. Ya'ni siz mana shu kompasga nisbatan ishlashingiz kerak. Shunda juda effektivniy bo'ladi. 4 tomonga ufq tomonni yozmang, kerakmaydi. Mana tayyor kompas turibdi. Bittada ko'rdingiz, yozdingiz. Ya'ni ruchka bilan yuritib ketaverasiz. Ya'ni siz kompasdan foydalanishingiz kerak. 4 tomonga ufq tomonlarini yozib tashlamang. Bu o'zingizni zararingizga ishlaydi.